Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan bugun cholg'u ijrochiligi fani bo'yicha laboratoriya mashg'ulotimizni olib boramiz. Laboratoriya mashg'ulotimizning mavzusi yangi tanovvur Muhammadjon Mirzayev musiqasi. Asarimizda bitta fa diyez belgisi bor. Bu sol majorning tertsiyasidan yozilgan, ya'ni tertsiya intervaldan yozilgan. O'lchovi 2/4. Asarimizda notani qisqartiruvchi belgilardan repriza va volta ishtirok etgan. Asarimizda dinamik belgilardan mezzo forte belgisi ishtirok etgan. Asarimiz yarimtalik, chorak, nimchorak, 16talik va nuqtalik notalardan iborat. Asarimizda dastlab kichik mavzularga bo'lib olamizda, xuddi shu mavzularni takrorlab olamiz. Dastlabki birinchi kichik mavzuni ijro qilib beraman. Asarda sekin bir necha barobar o'zini tempidan sekin ijro qilishimiz kerak. Hozir bu asarimiz allegro, ya'ni tez tempda yozilgan, lekin biz dastlab yaxshi o'rganib olishimiz uchun sekin tempda ijro qilamiz. Dastlab mi, si, 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 si ketadi. Bu yerda nuqtalik notamiz bor. Mana bu repriza, ya'ni takrorlash belgisi ham mavjud. Dastlabki kichik mavzumizda takrorlab oldik. Xuddi shuni sanagan holatda, ya'ni nimchorak pauzasi bor, ikkita doira usulidan keyin. Mana bu bir kichik mavzumuz. Xuddi shuni notaga qarab, sanoq bilan ijro qilishimiz kerak bo'ladi va buni sekin tempda kamida 7-8 marta takrorlab olamiz. Endi keyingi mavzumizga o'tamiz. Takrorlash belgisi bor. Xuddi shu kichik mavzumizda endi o'zini tempida ijro qilamiz. Ya'ni boshidan oxiri shu yergacha ikkita mavzumuzni tempida, asarning tempida ijro qilib olamiz.
mana asarni o'z tempida ijro qilib oldik. Endi keyingi kichik mavzuga o'tamiz. Bir, ya'ni nimchorak pauza mavjud. Ras. Mana asarimizda yana dastlabki kichik mavzumiz takrorlandi. Buni ham ijro qilib oldik. Bu mavzularimizni sekin-sekin, dastlabki aytganimdek, takrorlashimiz kerak bo'ladi. Sanab, bir necha marta takrorlab ijro qilishimiz kerak. Endi boshidan shu yergacha ijro qilamiz. Mana takrorlab oldik. Endi davom etamiz. Keyingi mavzumiz yana bitta kichik mavzumiz bor. Undan keyin avj qismi hisoblanadi. Avj qismi bu kuyning eng yuqorgi pardasi hisoblanadi. Mana endi kichik avjigacha kichik mavzu bor. O'sha kichik mavzuni ijro qilib, keyin avjiga o'tib ketamiz. Asarimiz xuddi shu holatda bo'ladi. Mana shu kichik mavzularni yaxshi o'rganib olganingizdan keyin umumiy
jamlashtirib chalsangiz bo'ladi. Sizlarga topshiriq shunday: har bir kichik mavzuni alohida ishlab bir necha marotaba takrorlaysiz. Undan tashqari dinamik belgilari va melizmlariga ham e'tibor berishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.